Bu kam bo'lishi mumkin. Ha, misol bu kam bo'lishi mumkin. Lekin ko'p narsa topib ola olmaydi. Bitta pul bo'lishi mumkin. Bu uchinchi talab. Uchinchi talab umumiylik. Umumiylik. Ya'ni bir pulni birligi ikkinchi pul birligidan farq qilmasligi. Mana bu bitta pulni material oldim. Bu yerda qanday narsa qoladi? Ya'ni mana bu 100 so'm bo'lsa, lekin so'm turibdi. Mana bu 5000 degan so'm turibdi. 2000 so'm. Raqam o'zgarishini lekin birligi, ya'ni O'zbekiston bitta tamoman o'zgaradi. U oson parchalarni yetmasligi kerak bo'ladi. Ya'ni uni chidamliligi. Tushunasizmi? Bo'lishi mumkin, ijimlanishi mumkin va hokazo. Lekin yonishdan saqlash mumkin, lekin qolgan narsalar bo'lishi kerak. Har tanlov o'z rangi o'zgartirgan bo'lmasin. Tushunasizmi? Bu oxirgi talabim. Kim taklif? Oxirgi talab, 5-talab. Buni xavfsizligi. Soxta pulni haqiqiy puldan ajrata olish uchun bizda imkoniyat bor desangiz, bizda bu yerda ichki lenta. Bu lentani qanday yurtdi? Kim yurtdi? Davlatni funksiyalari bor. Ya'ni davlatni o'sha jamiyatning oldidagi majburiyatlari qilish kerak bo'lgan ishlarni iqtisodiy, moliyaviy, ijtimoiy va xavfsizlikni ta'minlash tomonidan jamiyatni ham kerak bo'ladigan har bir ishni qilish kerak. Masalan, moliyaviy tomonni olaylik. Moliyachilarga misol qilib, masalan, mamlakat o'zini hududida monetar siyosatni olib boradi. Ya'ni nima qiladi? Bunda mamlakat hududidagi pul agregatlarini to'g'ri yo'lga qo'yadi. Masalan, inflyatsiyani boshqaradi. Pulni ko'payib ketishini, kamayib ketishini, narx-navo oshishini nazorat qiladi. Ya'ni bu o'sha mamlakatda